Assalomu alaykum barchaga. Endi bugun Chorli kampir buni aslida to'g'rida bu yoqqa eshakka taqib ishlatadi mana bo'yniga shunday nima qilib turib bog'lab. Buni biz belga taqamiz ustiga. Period. Tek ovasi. Kelyapti, to'g'rimi? Agar ochib ketaveramiz, mana tezroq bo'ladi-da. Eshakni qayerdan topamiz? Siz mana uni noto'g'ri ishlatgan ekansiz. Mana yoqqa qarab tartib beryapsiz. Rovnami temir endi? Ulan. Yapsın. Var mı kılıç? Hı. Bulandı mı? Hazır tatılga. Orada aldık meleke halkabatta. Orada aldık diyeyim. Evet, dostum gittin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sabziyamızı da verdik. Ha? Ha. 20 kilo. Aha. Güller. Mana ustidan pishirib beriladi. Kasal tushirmaydi. Mana bunlar bor. Ne çıplagan bu gülleriz? Yağın minne qilib beramiz aka. Rosa zo'r, ko'p yeydi. İşte ha. Mana 5 ta. Hamma joy 2.25 sotish zo'r. 2.5 dan aka. Bak. Minne qilib beramiz. Oxiri qoldi. 2.5 dan sotish. 5 tadan bo'ladi ichida. Yiliga joydan chiqadigan go'sht. Joyini tayyorlamabdi. Voy oborishni shunday qo'ylab qo'ysangiz bo'ladi. Mana pachkada ham Tamam bo'ladi. to'g'ri lekin. Xomirini ham oddiy Shuni 10 ming qilib beramiz. Paçkas. Shoxlab yotibdi, bitta ikki.
60.000 zo'r ekanda mana ular. 65.000. Nima, navor kichkinasi qimmatmi buni? Shuni. Safarcha. Endi toplashga qo'shasiz. Bu nimaning katmani ya? Hı? Yengil ha? Ya bo'lmasa men olgan bor. Buni Kerak yo'q. buni ishlayalamikan menga o'xshagan Nega ishlamaydi sizning? ha mana katman tayyorlayapmiz mana. Bolalarga yaxshidimi, o'zimizga ham mana kichkina kichkinagina. Bu esir vaqtidagi chot deyiladi bizda. Katmancha kichkina mana. Nimaga yaxshi ishlashga mana. O'tkir qilib qo'ydik mana. Mazza qilib ishlatadi odam. Bunimiz tayyor. Buni ham mana tayyorlayapmiz mana. Keyin hozirroq qoldi mana. Olib borsak mana. Hozirroq qolsa ham hissa qilmaydi hali. O'ynab qolganda sekin olib boriladi bu. Sekin o'z xodiga. Yana bir. Saqlaymiz buni. Begov bilan nima qilsak qayrilib qolganlari ketadi-da. Mana sug'orib boshladik. Ikki yotib ya izdan birdan suv quyib ketyapmiz mana. Namiga olib ketar endi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Birozdan keyin yana video ko'rishamiz inshaalloh. Nasib bo'lsa. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ahmad, Jalolda Ahmad Aliyevga qarsaklar bo'lsa. Ahmad Aliyevni yana bir karra sahnamizga taklif etamiz sizlar. Marhamat. Buni sug'orib bo'ldik. Kartoshka nomiga chiqib qolar endi. Kunlar issiq bo'lyapti. Assalomu alaykum. Naryoqda yana bir 3 ta tushgan. Yetadi shuni. Ey ko'nglim. Buni yegib sug'orib olsak nomiga chiqib qoladi. Xudo xolasa. Ey ko'nglim, sen bilan o'ynashganlar ichida ko'p bo'ldi. Ba'zan yaqinlaring, ba'zan do'stlar, ba'zan jigarlar. Savcilari yuborsa men O'shanda qo'lim kalta bo'lganda yuzim burib mendada men sinagan qizlar o't cho'laliga yoqqanlar o'zimga aytolmas yoqqanlarim yodidan Sug'orib bo'ldi buni ham. Mana chiqdi boshiga hammasi.
Ikkalasini oxirida qo'ydim, mana sekin kelyapti bular mana. Kamera ochib qo'ydim, birdan hammasi bo'lsin dedim. Bu yog'ini keyin oldin to'sib qo'ydim. Nima qilaman bu yoqqa tushirib berib. Qaytib